Men hozir tupikdaman. Massajist bo'lishni xohlaysizlarmi? Mana sizlarga motivatsiya. Men hozir tupikdaman. Qanaqa tupikdasizlarmi? Massaj sohasidagi butun fishkalar, sir sanoatlarini necha yillar davomida уже olib bo'ldim. Ortopediya, nevrologiya, osteopatiya va hokazo butun yo'nalishlarni o'qib bo'ldim. Men bilimim uchun $20,000 investitsiya qilganman. Butun Rossiya texnikalari, chet davlatlardan olgan butun hamma bilimimni sizlar bor yo'g'i bir oyda olasizlar. Yana arzimagan pulga. Men butun yillar davomida iskonlab, maydalab, o'tga kirib, qoqilib, yiqilib, mehnat qilib olgan bilimimni sizlar bittada olib ketib qolasizlar. Agar sizlar ham shu kasbni tanlab daromadga chiqishni xohlasanglar yoki uyda o'tirgan oyijonlar ham o'z farzandlari uchun bemalol o'qib, o'z bilim malakalarini oshirsalar.